solih inson hatto onasini sochlarini ham yuvib qo'yyapti. Kim qiladi hozir bu ishni? Munzir as-Savriydan rivoyat qilinadi. Muhammad ibn Hanafiy onasining sochini tarab yuvib qo'yar edi. Erkak kishi, o'g'il onasining xizmatini shu darajada qilar ekan. Hattoki onaning sochini tarab yuvib qo'yadigan darajadagi ishlarni ham bajarar ekan. Mana bu ham musulmon farzandning onasiga qilgan ehtiromi, hurmatining bir ko'rinishi. Ba'zilar bor, oylab ota-onasidan xabar olmaydi. Sovuq kunlarda yupun kiyinib yuribdimi ota-ona, uyi sovuqmi, issiqmi, bundan bexabar. Ibn Avundan rivoyat qilinadi. Muhammad ibn Sirinning oldiga, u onasining oldida turganida bir odam kirdi. Bas u Muhammadga nima bo'lgan, bemor bo'lib qolganmi dedi. Yo'q, onasining oldida turganida shunday bo'ladi deyishdi. Ya'ni biror bir harakatim onamga yoqmay qolmasin deb titrab, qaqshab, onasini ko'ziga tikilib, nihoyatda o'zini hokisor tutar ekan. Boshqalar buni ko'rib qolsa, kasal bo'lib qoldimikin bu deb so'rar ekan. Onaga bo'lgan ehtirom, u kishiga ko'rsatilgan hurmat shu darajada butun vujud bilan berilgan holda ado etilgan. Uni bilmagan odam kasal bo'lib qolibdi, hozir bir narsa bo'ladi deydigan darajada qo'rqib ketgan. Muhammad ibn Sirin mashhur tobiinlardan. U kishi Ibn Sirin nomi bilan mashhur bo'lgan. Juda ilmlik, islom olamida dong'i ketgan olim bo'lganlar. U kishi onalarining oldida turganlarida mana shu darajadagi holatlar sodir bo'lar edi. Alloh taolo bu kishini yaxshi solih amallari bilan siylagan, boshqalarga berilmagan darajalarni bergan. Hatto tushlarni ta'birini ham eng zo'r ta'bir qiluvchi olim bo'lgan. Bu xizmatlarni hammasini samarasi bo'ladi. Bir narsani yaxshi bilishligimiz kerak. Kim ota-onasiga sidqi dildan xizmat qilayotgan bo'lsa, o'zi uchun xizmat qilayotganligini anglasin. O'shani sababidan umrida, rizqida baraka bo'ladi, yaxshi o'lim topadi. Farzandlari ham buni izzat, hurmat qiladi. Alloh saqlasin, aksincha bo'lsa juda qattiq oqibati xunuk bo'ladi.